Ma'lumki, ko'p fanlarning nomi Yevropadan, boshqa tillardan kirib kelgan. Masalan, matematika, fizika, kimyo, biologiya, astronomiya. Endi bularni o'zbekchalashtirishga harakat qilishyapti ekan. Eski davrdagi so'zlar, masalan, handasa, falakiyot, riyoziyot, geografiyaning o'rniga jug'rofiya deyiladi. Bularning birortasi o'zbekcha emas. Eplasangiz o'zbekchaga o'girib o'zbekcha nomlang, bo'lmasam o'sha matematika, fizika, kimyoligicha qolaversin. Endi qarangki, geografiyani jug'rofiya deyilyapti ekan. To'g'ri, o'tmishda xalqimiz geografiyani jug'rofiya degan, lekin bugungi kunda geografiya deyilyapti. Endi geo degani yer degani, geografiya yer tuzilishini o'rganuvchi fan degan ma'noni bildiradi. Endi uni jug'rofiya deydigan bo'lsangiz, o'sha geoni jug'ga aylantirilyapti. Hop, geometriyani nima deyiladi? Jug'metriya deyiladimi? Geologiya, geologiya bo'ladimi? Bunaqangi geo deb nomlanadigan fanlar anchagina bor. Uni jug' deyishni keragi yo'q menimcha. Undan ko'ra boshqacha. Men bitta taklif kiritmoqchi edim. Masalan, psixologiya. Psixologiyani ruhshunoslik deb o'zgartirishyapti. Ruhshunoslik degani unchalik to'g'ri kelmaydi. Ruhiyatshunoslik deb o'zgartirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.